eringiz o'lganiga hech qancha bo'lmasdan rangli narsalar kiyyapsizmi? Aza uch kun oyijon. Sal siporoq kiyinsangiz bo'larmidi? Oyijon, ishga chiqmasam bo'lmaydi. O'g'lingiz bitmas, tugamas boylik tashab ketmagan. O'zi bitta mashinalari bor edi, uni ham sotib ma'rakalarga ishlatib bo'ldik. Shukr qiling, qizim. Nimaga shukr qilishim kerak? Ana iflos erimni o'ldirib mazza qilib yuribdi. Men shukr qilishim kerakmi? Tinchilaning, qizim. O'g'limning o'limi yaratganning ishi deb qabul qilib bo'ldim. Siz shunaqa qabul qilib bo'ldingiz. Men emas. O'lgan odam o'lib ketdi. Bu yerda endi tiriklarga qiyin. O'sha kuni tunda o'g'limga tez qayting, tezroq qayting deb tezlagan siz emasmisiz? Oyijon, men aybdor emasman. Aybdor mazza qilib ochiqda yuribdi. Men shunchaki sababchiman xolos. Meni ayblavermang bo'ldi. Hali qarab tursin. Pushaymon qilaman.